Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, Simonbek Sultonov sizlar bilan bugun men sizlarga kartalashtirish to'g'risida bog' umumiy nima uchun kartalashtirish kerak shu haqida tez ma'lumot berib o'taman. 26-yil 7-fevral sanasiga inshaalloh bu boshlagan ishimiz xayrli bo'ladi degan umiddaman. Nima uchun kartalashtirdim bilib olmoqchiman. Avvalo daraxtlarim qayerda, bog' qayerda joylashyapti. Bog' 2017-yilda tashkillashtirilgan. Bu yil 9-bargi. Bog'da umumiy 290 tup qandoq pista ko'chati bor. Ko'chatlar bitta vaqtda ekilgan. Undan keyin patereska ekkanlarimiz bor. Demak, bog'imiz hozirgi holatda bir xil holatda emas. Demak, 4 yoshdan boshlab, o'sha 2 yoshdan boshlab 8 yoshgacha bo'lgan ko'chatlarimiz bor. 4-5 yoshli ko'chatlarimiz ham bir 50-100 ta atrofida bo'lishi mumkin. Shuning uchun men umumiy holatda bog'ni sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, nima uchun bunaqa qildim? Hozir tushgani o'lay. Xo'p, bog'da jami 290 tup ko'chat. Shundan qizil rangdagilar bu yil 2026-yilga payvand qilinadi. 151 tup. 65 ta hosila kirgan ko'chatlarimiz bor ekan. 37 ta erka daraxtlarimiz bor ekan. Bulardan demak 290 taga 37 ta ko'p. Shuning uchun men bu yil 4-5 tasini payvand qilib kamaytiraman va qarang, yaxshilab diqqat qilaylik. Qayerda joylashyapti erka daraxtlar. Mana. Demak, 4-qatorda ko'p. 4, 5, 6, 7 da erka daraxtlar o'rtada joylashyapti va shamol yordamida changlatadi. Xo'p, 4 bilan 1-qator orasi, demak 4 bilan 1-qator orasi 16 metr. Mana shu nuqtadan shuni 16-nuqtagacha mana shunda, mana shuni orasi 16 metr. Bemalol changlata oladi. Bu tomonni muammo yo'q changlatishida. Xo'p, endi bu yoqqa changlatish uchun o'rtadagilar yetarli. Xo'p, bu yoqqa changlatishda endi muammo bo'ladi bizda. Chunki bu yoqda payvand qiladigan daraxtlarimiz ko'p va bu tomondagi daraxtlarimiz biroz rivojlanish orqada, ya'ni 2 yil orqada. Chunki shu tomonda shaftoli daraxt, 10 yillik shaftoli daraxt bog' olganimizda 10 yillik shaftoli daraxt bo'lgan, o'shani orasiga ekkanmiz. Orqada qolib ketgan. Shuning uchun hech qachon bog' qilayotganingizda daraxt orasiga ekmang. Nol holatda yerni pluglatib 50 santimetrgacha noldan kartalashtirib shu ishlarni boshidan qiling inshaalloh. Allohning izni bilan shunaqa xato kamchiliklar bo'ldi. Endi bu kamchiliklar bir bizga yaxshilik uchun. Albatta bu qiyinchiliklarni Xudo xolasa ajri bor. Xo'p, endi sizlarga tushuntirib o'taman. Bu yil qiladigan ishlarim juda ham muhim ishlar. Alloh inoyati bilan 150 tani payvand qilishim shart. Shuning uchun oldindan reja qilib maqsad qo'yib oldimki, bu yil shuni payvand qilib qizillarni ko'kka aylantirishim. Inshaalloh ko'kka aylantirib qo'ysam, bu yosh katta daraxtlar inshaalloh 27-28 ga inshaalloh nishona berishni boshlaydi. Shuning uchun bu yil juda ham qattiq kurashishim kerak va sizlar bilan Alloh nasib qilsa, mana bu muhim yangilik. Hop, sizlar ham shunaqa kartalashtiringlar va bog'da qoralar mana joylashgan erka daraxt dedim, Xlar. Hop, bular ko'chat ekishimiz o'rni qurigan joylar. Mana bu chekkada juda ham qarovsiz joy bor ekan. Mana shu joy bildimki, bu joyga qattiq ishlov berishim kerak. 2-3 barobar ko'proq dori berishim kerak. Yaxshilab suvni yetkazishim kerak. Ya'ni suv yetib borishi muammo bo'lib qopti va shuni hisobiga ko'chatlarim qurib tusherdi. Ya'ni bu o'zi chegara hududimiz bo'lgan joy. Mana bu yerda 29 o'rnida transformator bor. Liniyamiz tushgan va shu yerda baland bo'lgan tuproq to'planib qolgan. Men bu joyni to'g'irlattirdim. Endi tozalab o'sha joyga ko'chatlarni ekib, Xudo xolasa qarab olaman. Bu yilgi niyatim shu. Video uzoq bo'lib ketmasligi uchun sizlardan iltimos qilaman. Shuncha mehnat insonlar bilamiz uzoq muddat kutishadi. Alloh kuch-quvvat, sabr bersin. Bittadan like bosib qo'yinglar. Sizlar shunaqa kartalashtirishinglarni xohladim. Va bu like Xudo xolasa sizlarni bosgan likeinglar minnatdorchilik evaziga emas. Bu like bizni ishimizni kimdir topolmayotgan bo'lsa, qiynalib yurgan bo'lsa, pista bog' qilib, ana shunga tezroq yetib borib, mushkuli oson bo'lishi uchun. Maqsad shu. To'g'ri.
bizga buni orqasidan klient Alloh bergan rizq keladi. Bu ham bir sabab. Lekin sizlardan bitta like. Xo'p. Keyingisi buni tushuntirdim va mana bu keyingi videoyim Alloh nasib qilsa qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana shu 65 ta urg'ochi daraxtni qanaqa darajada o'g'itlanadi, men sizlarga o'g'itlashni bitta yaxshi videosini chiqaraman. Pulli video bo'ladi, lekin uni men YouTube'ga tekinga qo'yib beraman. Shuni ko'rib, xudo xolasa hech kim eshitmagan ma'lumotni pistada o'g'itlashni qo'yib beraman. Hech qayerda eshitmagan uni. Bu texnologiyani Erolli ustozimdan o'rganganman, har yili qo'llayman. Bu yil inshaalloh sizlarga o'shani videosini qo'yib beraman, qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammasi Allohga oson. Hammaga rahmat. Kartalashtirishni unutmanglar.